O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan yangi "Mening inspektorim" nomli yangi mobil ilova ishlab chiqildi. Xo'sh, bu ilovaning vazifalari nimalardan iborat? Hammasini birgalikda o'rganib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan Mening inspektorim mobil ilovasi dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu ilova orqali siz hududiy profilaktika inspektoringizga xolisona baho berish va uyingizdan chiqmagan holda profilaktika inspektoringizga ariza, taklif va shikoyat bildirish yoki murojaat yo'llash imkoniga ega bo'lasiz. Ushbu ilova ichida vazirlik va davlat idoralarining qisqa ishonch raqamlari keltirib o'tilgan. Shuningdek, ushbu ilova ichida mahalla yettiligingiz haqida to'liq ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Qolaversa, ushbu ilovaning ichida so'z tugmasi mavjud bo'lib, favqulodda holatlarda siz tezkor murojaat yo'llash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mazkur ilovani Play Market va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, barchangizdan Mening inspektorim mobil ilovasini o'rnatib olishingizni so'raymiz.